Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch shahar Gurlaniskida joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Mestasini umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu tarafda Olimpiya stadion, Urdu, Darital hamma joyi yaqin joyda joylashgan 3 xonali 4 etajli domning 3-etajida. Hurmatli obunachilar, e'tibor bilan ko'ring. Bu tarafda 19-son maktab, 18-son maktab, Ahmadjon maktab hamma joyi yaqin joyda zo'r to'shkada yo'lning ustida 3 xonali kvartiramiz zudlik bilan sotiladi. Arzon bahoda, minimum bahoda kamdan kam chiqadi yo'lning ustilarida. Yine открытый balkoni bor, закрытый balkonlardan ega. Joyimiz bu taraf balkon qismi, joyimiz 100% remontdan chiqib patguluch xonada turibdi. Aboylar moshni yaxshi sifatli aboylardan yine ko'rishlaringiz mumkin. Stiklari yo'q, ajoyib etib remont etilgan ekan. Oyoq tilamsining g'ollar dushalib, ajoyib tayyor 100% tayyor bo'lib turibdi. Joyimiz 3-etajda o'rtalikda joylashgan. Atoplenalarga ega, suv, svet, gaz hamma narsa girib turibdi. G'ollar ham ajoyib, oyoq tila linoleum dushalgan. Ustidan ajoyib toza gilamlar dushalgan. Remontdan keyin absolyutniy odam yashamagan, hurmatli obunachilar. Bu taraf girish xotimiz bo'ladi. Bu tarafimiz kuxnimiz, sanuzelimiz joylashgan. Bir yandan tushuntirib, donishtirib chiqsam. Bu tarafimiz sanuzelimiz, yine kafildan chiqib ajoyib bo'lib turibdi. Devreklari plastik ekan, yine suvimiz, svetimiz, hamma narsamiz bor. Bu tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimiz ham yine kuxni mebel hamma narsasi bor, toza uch-uchiga qo'yilgan, yine aynalari akvayna. Bir de atoplenamiz joylashgan, hurmatli obunachilar. Bu taraf girish xotimiz dedim, podyezddan girish xotimiz bo'ladi. Bu yerda bir xonasi bor, ulu tushgan xonalari. Bu tarafimiz zalimiz demaygan bo'ladi, spannida aytib qo'ysangiz ham bo'ladi. O'zingiz sharoitingizni qarab taxlayverasiz. Bu tarafda закрытый balkoni, hurmatli obunachilar. Yine balkonlar ham ajoyib. Dafa po'latib qo'yib deganlar. Quyosh tushib ajoyib bo'lib turadi. Mashin qo'yish uchun parkovkalarga ega. Suv, svet, gazlarda umuman problemasi yo'q. Yo'lning ustidagi domda joylashgan. Hamma joyi yaqin joyda joylashgan. Bu tarafimizda yana bir spannimiz bor. Joyimiz 3 xonadan iborat, 3-etajda 100% tayyor. Aynalar akvayna, hurmatli obunachilar. Joyimiz fonda turibdi bu yerimiz. Havon taraflari aboy, ajoyib etib remont etib qo'yibdilar. Oyoq tilamizda gilamlar tozasidan dushalgan. Joyimiz umumiy maydoni salkam 70 kvadrat, lekin balkon nelar girmagan bo'ladi. Avvalgi domlarda o'zi girmagan bo'ladi kvadrata. Joyimiz dokument hujjatlari 100% tayyor. Doğru adınız o'tgandan keyin oformiyada pulni sanab beraverasiz. Joyimiz naqd pulga sotiladi. Xudo xolasa, joyimiz kim olmoqligi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon urib to'liq ma'lumotni olishingiz mumkin. Joyimiz narxini aytib o'tib ketsam 415 million so'm. Siz sog' olun, salomat olun, kanala obuna bo'lishdan chiqmasa, men shunday joylar olish nasib etsin.